Xitoyda ishlab chiqarilgan bir kishilik momiq adyollarimiz. Buni nomini barashka deyiladi. Orqa tomoni oppoq adyolli. Old tomoni bardovi qizil. Har xil sifetlari bor buni. Bu adyolimiz razmeri 2 ga 1,5, narxi 185 ming so'm. Har xil sifetlari bor. Bu bardovi, seri, oppoq sifeti ham bor bunaqangi. Ikkala tomoni ham oppoq bir xilda. Yashil. Bu yashil to'qrog'i, bu balotiga o'xshagan. Buni och yashili ham bor. Koreshniy orqa tomoni och koreshniy. Kimga kerak bo'lsa, mana shu yozib qo'ygan telefon raqamlarimizga telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Bularni upakovkadagi holati mana bu holatda. Mana shu holatda bo'ladi. Har xil sifetlari bor, mana ko'rishlaring mumkin. Ichkaridagilar ham shundan hammasi. Tepadagilar ham shundan. Xitoyda ishlab chiqarilgan bir kishilik adyollar. Buni nomini barashka deyiladi.